buning nimaga xitoycha kiyinib olgan? 14 yil Xitoyda yashaganda o'rganib qolgan. Voy, obedga nima ovqat qilarkan-a? 一阴一阳之谓道，仔细东来。 Bolam xotining ovqat qilmasin. Xo'p, Zebi 14 yil Xitoyda yashab o'zbek sho'rvasini sog'ingansan. Ma, qoshiqda ol, sho'rvadan ich. Nima cho'p deyman? Suvini ichi. Xotin yana burchakda nima qilyapti? Bu yerda kalamushdan boshqa hech narsa yo'q-ku. Zebo! Xitoyda yashagan degani kalamushni ham yeb yuboradi degani emas-ku. Lekin men yedim. Kelin, nimalar yeysiz? Qiziqdim-da. Birinchi ovqatga buni solamiz. Keyin nordonroq achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Keyin yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun buni ham solamiz. Oling. Ana, osh qilishni ham o'rgandingiz. Endi ustiga go'shtlarni soling-da, olib chiqing. Xo'p bo'ladi. Marhamat, osh bo'lsin. Abi ham go'sht-ku. Mana kelin bo'lar ekan-ku, krevetka, haligi 8 oyoq qilmasdan mana shunaqa go'shtlardan pishirib bersangiz. Qo'shni, mushugimni ko'rmadinglarmi? Topolmayapman. Sog'inib qoldim-da. Sog'insangiz ertaroq yeymizmi? Hozir yeb tugatding.